Hozir xonadonimizga iltimoslariga ko'ra shaxsan kuyov bolamizni o'zlarining hurmatlarini qilib tashrif buyurgan qadrdon jamoa, kollektiv do'stlar jamoasi. Jamoani hozir davramiz markaziga yaxshi niyatlar uchun qarshi olamiz. Demak, kuyov bolamizni kollektiv do'stlar nomidan tabrik so'zlari bo'lsin. Xalq rahbariyat nomidan yaxshi niyatlari bo'lsalar bexijolat. Demak, kuyov bolamizni qadrdon jamoasi, kollektiv do'stlari, yaqinlari hozir davramizda bo'lishadi. Мужской каприз. Мужской каприз. Салат. Знаем, что салат? Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mana bugun o'sha oqshomida mana shu kelishni vaqtlaymiz. Bizning kollektivimizda shifoxonamizda har doim aktiv bo'lgan, menga hayotda har doim aktiv bo'lib, kelinlar qo'sha qilsin, baxtli bo'lsin, bolalar ko'p bo'lsin, yaxshi kunlar juda ko'p bo'lsin. Hammani uyida mana shunaqa to'ylar bo'lsin. Yomon kun hech bo'lmasin. Nima o'ylagan niyati bo'lsa, Xudo orasini o'qishsin. Tayyorgarliklar bo'lib turishda qilsin.